Shu suvga men bolalarimga makron solib haydat beraman. Hozir ko'rgan videoinglar bu shunchaki postanovkali yoki to'qima video emas. Bu haqiqiy bitta oilani kunlik holat. Ya'ni yuvindi misol ovqatni kunlar davomida taomlanib kelish. Qaranglar, sizlardan bitta narsa iltimos qilib so'rardim. 1 soniya, 2 soniya ko'zingizni yumib shu holatni tasavvur qilib ko'ring. Mana shunda yuvindi misol ovqatni o'zingizga yoki farzandingizga yoki yaxshi ko'rgan kimdiringizga yeyishi ravo ko'rarmisiz? Yo'q. Sizlardan bitta narsa so'raganman. Mana shu oila uchun befarq bo'lmasdingiz. Bu oilaga nima qilgan? Bu haqida bundan oldingi videoyimizda biz to'liq ma'lumot berganmiz. Ehson qilishga mablag'ingiz bo'lmasa, hech bo'lmasa videoni tarqalishiga yordam bering. Hech bo'lmasa videoni istoriya qo'yib bering. Hech bo'lmasa kommentariyada shu oila uchun duo qilib qo'ying. Ko'p emas, 10 soniya vaqt ketadi. Shunchaki duo qilib, yaxshilik qilishni har birimizda qiyomatda o'zimizga kerak bo'ladi. Va albatta yaxshilik ortidan yaxshilik keladi. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Bizning oilamizda sizlarni ham kutib qolaman.